Payalnik bilan ishlash bir xil payti men uchun juda ham new topna tuyulardi. Chunki ham qo'rg'oshinni bir qo'lingizda ushlab, ham payalnikka ushlab turishingiz kerak. Xitoydan yaqinda yangi payalnik zakaz qildim. Ham postavkasi bor, ham qo'rg'oshinni o'zi ishlatganingiz sari chiqarib beradi. 2 haftacha bo'lsa ham, lekin hali bir marta ham ishlatib ko'rmagan edim. Bugun sizlar bilan birga shu payalnikni ishlatib ko'ramiz. Bu meni o'zimning payalnikim. Bu payalnikni bitta yaxshi tarafi gradusi bor, lekin unga alohida postavka bilan qo'lingizda alohida qo'rg'oshinni ushlab turishingiz kerak. Payalnikdan nimalar yasash mumkinligini bugun sizlarga ozgina ko'rsataman. O'zimizga mana shunaqa lyuks simdan qo'limizga moslab kesib olamiz. Mana shu bosh qismiga, o'rta qismiga va past qismiga ko'rinib turadigan joylariga shunaqa sirkon ko'zlarni payalnik orqali yopishtiramiz. Hech qanaqa simsiz. Eng yoqqan joyi shunaqa udobni bo'lar ekan. Shundoq bosasiz, klech erib o'zi chiqib tayyor bo'lib turadi. Faqat knopkani bosib ushlab tursangiz bo'ldi. Qaranglar, orqalari shunaqa tekis bo'lib, yupqa yoyilib ketadi. Siz ham payalnik bilan ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni prof kursimga taklif qilaman. 1.400.000 dan sotilgan kursim hozir 199.000 chegirmada. Qizlar o'z joylarini egallab oldi. Siz ham tezroq shoshilib qoling va chegirmaga ulguring. Shunaqa narsalarni o'z qo'lingiz bilan yasashni o'rganib daromad qilishingiz mumkin. Kursga yozilish uchun profilim shapkasidagi silkaga murojaat qiling.